Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızla başlayımız. Leksiyada Sıdıkacı Roosevelt Washington'dan sözdeyimiz. Dünyanın vaziyeti hazır Avrupa'ya merkezleşti. Mesela Angliya Avrupa İttifakı'dan çıkıp gitti. Bütün torbetki makaleler ve bahalı obzorların hepsi şunun kartıldı. Şu katada bugün biz Angliya'nın Avrupa Parlamento'dan, Avrupa İttifakı'dan çıkıp gitkenligi doğrusu da Prezident Obama'nın ilan kılgan bayanatını vatandaşlara leksiye şekilde tanıştırırız. Angliya'nın Avrupa İttifakı'ndan çıkıp bitiş münasebeti bilen Prezident Obama bayanat ilan kıldı. Mavzuluk haber 6. ayının 24. günü Venbi tor betide ilan kılındı. Angliya umumiy xalq biletdaşlash yoki referendum orqali Avrupa İttifakı'dan chiqib ketishni qaror qilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Angliya xalqining qarorini hurmat qilamiz. Prezident Obama bayonotini ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Avrupa İttifakı'dan çıkıp ketkendan keyinki Angliya Amerika üçün yanada muhim. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Angliyaning alayda munosabati uzun muddatdir. Balki Angliyaning NATO'dagi a'zolik salohiyati yanada Amerika diplomatiya, bexatarlik ve iqtisod siyosatida intayin muhim o'ltashdi. Amerika bilan Avrupa İttifakı'nın münasebetimi xuddi şunun o'xshash. Bu xil munosabat muqimlikni ilgari surish, iqtisodni taraqqiy qildirish hamda Avrupa quruqligini va quruqlikning sirtidagi joylarda demokratiya ve qadr-qimmat qarashlarini ilgari surish uchun e'tiqod va iddialarni tarqitish uchun yaxshidir. Prezident Obama bayonotida mundaq ko'rsatdi. Angliya bilan Avrupa İttifaqı keyingi munosabatlar to'g'risida suhbat boshiga erishib, Avrupa İttifaqı Britaniya ve Shimoliy Irlandiya ve bütün dünyanın davamlı muqimligini, bexatarligi ve gullanishini kapolatga ega qilishda Angliya ve Avrupa İttifaqı davamlı Amerikaga kam bo'lsa bo'lmaydigan hamkorlashuvchi bo'la oladi. Prezident Obama bu yıl 4. ayda Angliyani ziyorat qilgan mezgilda Angliyaning Avropada qilishiga ve yer shari bo'yicha ta'sirini kengaytishiga haydakchilik qilgan edi. Bu yıl 4. ayda Prezident Obama Angliyani ziyorat qilganda Angliyaning Avropa parlamentida qilishiga ve shundaqla yer shari bo'yicha ta'sirini kengaytishiga haydakchilik qilgan edi. Lekin Avrupa İttifakı'dan çıkıp ketishni tashabbus qilguvchilar tanqid qilib, Prezident Obama'nın bu qarashlariga qo'shilmaymiz. Çünkü Avrupa İttifak sistemasi Amerika'nın erkinlik, demokratiya, an'anaviy aqidalariga mos kelmaydi deb ko'rsatgan. Mesela Angliyada ikki taraf bor. Avrupa İttifakı'dan çıkıp ketkichilar ve Avrupa İttifakı'da qilishni tashkillovchilar deyli. Şu vaqtda Prezident Obama 4. ayda Angliyani ziyorat qilib, Avrupa İttifakı'da qilishni tashabbus qilganda nima dedi desa, bu Avrupa İttifakı'dan çıkıp ketishni qo'llovchilar dediki, Avrupa İttifakı degan bu birlashma yoki bu bir davlatlar ittifaqi amaliyotda Amerikaning erkinlik, demokratiya, an'anaviy aqidalariga muvofiq kelmaydi deb ko'rsatgan ekan. Bugun Prezident Obamaning Avrupa İttifaqı ve Angliyaning Avrupa İttifaqı'dan chiqib ketishi munosabatlik e'lon qilgan bayonotining mazmunini vatandoshlarga yuqoridek yetkazdik.